Aziz do'stlar, bugun men siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu har biringizga taalluqli. Tasavvur qiling, qorong'ulikda elektr toki yo'q, lekin siz hanuz aloqadasiz, internetingiz bor. Bu orzu emasmi? Bugungi zamonda bu shunchaki orzu emas. Balki ba'zilar uchun endi haqiqatga aylanib bormoqda va bu haqiqat bizning mamlakatimizda ham o'z aksini topmoqda. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki ayniqsa favqulodda vaziyatlarda hayotiy zaruratga aylanib borayotgan muhim imkoniyatdir. Elektr ta'minotisiz ham aloqada bo'lish qobiliyati sizning xavfsizligingizni, yaqinlaringiz bilan bo'lgan aloqalaringizni va hatto ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Bugungi ma'lumotlar aynan shu kabi holatlarda sizga qanday yordam berishi haqida. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Chunki har bir so'z muhim. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumot hamma uchun juda qadrli bo'lishi mumkin. Keling, muammoning ildiziga chuqurroq nazar tashlaylik. Avvallari elektr uzilishlari biz uchun katta muammo edi. Shaharlardan, qishloqlardan, ayniqsa uzoq va chekka hududlarda elektr energiyasining muntazam yoki rejali ravishda uzilishi butun bir oilalarni, hatto butun jamoalarni tashqi dunyodan uzib qo'yishga olib kelardi. Mobil telefonlar zaryadi tugab, internet yo'qolib, tez yordam chaqirish, muhim ma'lumotlarni olish, masofaviy ish faoliyatini davom ettirish yoki shunchaki yaqinlar bilan bog'lanish imkonsiz bo'lib qolardi. Maktab yoshdagi bolalar uy vazifasini qila olmasdi. Talabalar onlayn darslardan uzilib qolishardi. Kasal odamlar shifokor bilan bog'lana olmasdi. Kasal vaziyat nafaqat qulaylik, balki sog'liq, ta'lim va xavfsizlik masalalariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatardi. Eng yomoni, bunday vaziyatlarda ayrim hududlarda yashovchi fuqarolar butunlay izolyatsiya holatiga tushib qolishardi. Chunki ularning boshqa hech qanday aloqa vositasi yo'q edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatı, xalqaro tashkilotlar, yirik telekommunikatsiya kompaniyalari va texnologiya gigantlari hamkorligida bizning mamlakatimizda noyob loyiha ishga tushirildi. Bu loyiha nafaqat qog'ozda, balki amalda ham sinovdan o'tkazilib, ma'lum natijalarga erishilmoqda. Asosiy maqsad raqamli tenglikni ta'minlash va har bir fuqaroni, ayniqsa zaif qatlamlarni va chekka hududlarda yashovchilarni raqamli aloqa vositalaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum qilmaslik. Bu loyiha doirasida ma'lum toifadagi fuqarolarga nafaqat bepul internet, balki elektr toki bo'lmagan sharoitda ham ishlaydigan aloqa imkoniyatlari taqdim etilmoqda. Bu shunchaki bir shahar tashabbusi emas, balki mamlakat miqyosida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan, har bir hududning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda tatbiq etilayotgan yirik strategik dasturdir. Bu degani, agar siz ma'lum mezonlarga to'g'ri kelsangiz, sizga maxsus avtonom tarzda ishlaydigan qurilmalar berilishi yoki mavjud xizmatlardan elektr ta'minotisiz ham uzluksiz foydalanish imkoniyati yaratilishi mumkin. Bu faqatgina bir vaqtinchalik yechim emas, balki uzoq muddatli strategiyaning bir qismi bo'lib, kelajakda butun mamlakat bo'ylab aholining aloqa xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Keling, bu qanday amalga oshirilayotganini va bu sizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Loyihaning asosiy maqsadi har qanday favqulodda vaziyatlarda, tabiiy ofatlarda, masalan, zilzila, sel, kuchli qor yog'ishida, texnogen avariyalarda, masalan, yirik elektr uzilishlari, kabel uzilishi yoki shunchaki rejali elektr uzilishlarida aholining muhim aloqa vositalaridan uzilib qolishining oldini olish. Bu nafaqat shaxsiy qulaylik, balki milliy xavfsizlik, jamoat tartibi va ijtimoiy barqarorlik masalasi hamdir. Zero aloqa yo'qligi panikaga, noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishiga va samarali yordam ko'rsatishning kechikishiga olib kelishi mumkin. Bu loyihaning texnologiya asosi quyosh panellari, shamol generatorlari, ixcham batareya tizimlari va ba'zi hollarda sun'iy yo'ldosh texnologiyalardan iborat. Bularning barchasi birgalikda kichik mustaqil aloqa tarmoqlarini yaratadi. Ular umumiy elektr tarmog'idan qaram emas. Asosan ushbu loyiha birinchi navbatda zaif qatlamlarni, ya'ni kam ta'minlangan oilalarni, nogironligi bo'lgan shaxslarni, yolg'iz keksalar va chekka qishloq hududlarida yashovchi fuqarolarni qamrab oladi. Bu toifalar ko'pincha texnologiyadan foydalanish imkoniyatlari cheklangan va favqulodda vaziyatlarda eng himoyasiz bo'ladilar. Birinchi misol, Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi Obod qishloq dasti bir oilani olaylik. Bu oilaning 6 nafar a'zosi bor. Oila boshlig'i mavsumiy ishlarda band, turmush o'rtog'i uy bekasi. Ularning oylik daromadi minimal iste'mol savatidan past.
avval elektr uzilganda bolalar uy vazifasini qila olmasdi. Onlayn darslardan uzilib qolishardi. Ota-onalar esa ish qidirish uchun internetdan foydalana olmasdi. Oilaning ijtimoiy ta'minot bo'limiga qilgan murojaati va mahalla qo'mitasining tavsiyasiga ko'ra ularga maxsus qurilma berildi. Bu ixcham quyosh energiyasi bilan ishlaydigan aloqa stansiyasi bo'lib, unga kichik hajmli, ammo uzoq muddatga yetadigan batareya biriktirilgan. Bu stansiya asosan mobil tarmoq signallarini kuchaytiruvchi va lokal Wi-Fi tarmog'ini yaratuvchi kichik bir baza stansiyasi vazifasini bajaradi. Qurilma bevosita quvvatga ega quyosh paneli bilan birga keladi va to'liq quvvatlanganda, ya'ni kun davomida quyosh nuri yetarli bo'lganda 12 soatgacha avtonom ishlashi mumkin. U orqali ular kuniga 305 soat barqaror internetga va cheklanmagan mahalliy qo'ng'iroqlarga ega bo'lishdi. Internet tezligi 2,3 megabit sekund atrofida bo'lib, bu bolalarning masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanishi, ota-onalar uchun ish e'lonlarini ko'rish, yangiliklarni bilish va video qo'ng'iroqlar qilish uchun yetarlidir. Bu bilan oila har oy o'rtacha 7 ming so'm atrofida aloqa xarajatlarini tejamoqda, bu esa ularning budjeti uchun sezilarli yordam. Ikkinchi misol, Navoiy shahridagi 55 yoshli Musoba xolani olaylik. U birinchi guruh nogironi yurishga qiynaladi va asosan uyda yolg'iz o'tiradi. Uning yagona aloqa vositasi mobil telefon. Elektr uzilganda u butunlay tashqi dunyodan uzilib qolardi. Bu esa uning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatardi va favqulodda vaziyatda, masalan, sog'lig'i yomonlashganda yordam chaqirish imkoniyatidan mahrum bo'lardi. Hozirda unga ham xuddi shunday quyosh energiyasi bilan ishlaydigan portativ Wi-Fi router va qo'shimcha quvvat banki taqdim etilgan. Bu qurilma maxsus dastur doirasida nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladi. Qurilma Eshim White quvvatga ega kichik quyosh paneli orqali quvvat oladi va batareya to'liq zaryadlangan holda 8 soatgacha avtonom ishlay oladi. U unga tibbiy maslahatlar olish, oila a'zolari bilan videoda gaplashish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va hatto sevimli teleko'rsatuvlarni kichik ekranda internet orqali ko'rish imkonini berdi. Bu nafaqat uning hayot sifatini yaxshiladi, balki uning xavfsizligini ta'minladi va yolg'izlik hissini kamaytirdi. 3-misol. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidagi tog'li qishlog'ini tasavvur qiling. Bu yerda mobil aloqa ham, barqaror internet ham juda yomon. Chunki tog'li relyef sababli baza stansiyalarini o'rnatish qiyin va qimmat. Elektr uzilishlari haftada bir necha marta, ba'zan bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Loyiha doirasida bu kabi chekka qishloqlarning markazlariga kichik mustaqil ishlaydigan aloqa minoralari o'rnatildi. Ular quyosh batareyalari va shamol generatorlari bilan jihozlangan gibrid energiya tizimlari bilan quvvatlanadi. Har bir minorada o'rnatilgan signal kuchaytirgichlar va Wi-Fi routerlar mavjud. Bu minoralardan butun qishloq ahli foydalanadi. Ularning har biri 5 metr radiusda barqaror Wi-Fi signali tarqatadi va aholiga kuniga 510 gigat bepul internet trafikini taqdim etadi. Bu qishloqda dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi Sarvar aka endi qishloq markaziga borib ob-havo ma'lumotlarini bilib oladi, onlayn maslahatlar oladi. Uning farzandlari esa endi maktabda berilgan uy vazifalarini internet orqali bajarib, yangi ma'lumotlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu aslida ushbu qishloqni raqamli dunyoga ulaydigan bir ko'prik bo'ldi. Bunday minoralarni o'rnatish an'anaviy kabel internetiga qaraganda 10 barobar arzon va tezroq bo'ldi. Bu esa davlat budjetini sezilarli darajada tejadi. Doimiy ravishda elektr ta'minoti va barqaror internetga ega bo'lsangiz, doimiy ravishda elektr ta'minoti va barqaror oilaga mansub bo'lsangiz, bu dastur siz uchun to'g'ridan to'g'ri mo'ljallanmagan bo'lishi mumkin. Bu resurslar eng zarur bo'lgan joylarga yo'naltirilgan. Ya'ni bu dastur asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan yoki chekka hududlarda yashovchi fuqarolarga qaratilgan. Ammo bu sizni xavfsiz holda qoldirmaydi. Chunki favqulodda vaziyatlar hech kimni chetlab o'tmaydi. Bu holatda sizga boshqa shaxsiy yechimlar, masalan, portativ quvvat banklari, mobil hotspot qurilmalari yoki uy uchun mini UPS tizimlari haqida ma'lumot olishni tavsiya qilaman. Shunday qilib, siz ham elektr uzilishlarida aloqada qolishingiz mumkin bo'ladi. Loyihaning asosiy maqsadi eng muhtojlarni qo'llab-quvvatlash bo'lsa-da, ba'zi istisnolar mavjud. Misol uchun, yangi qurilgan yoki ta'mirlangan ijtimoiy obyektlar, maktablar, shifoxonalar, qishloq vrachlik punktlari, tez yordam stansiyalari, mahalla guzarlari va kutubxonalar ham ushbu dasturga kiritilishi mumkin. Ularga doimiy elektr ta'minotidan qat'iy nazar,
barqaror aloqa ta'minlanadi. Chunki bu obyektlar jamoat uchun muhim xizmatlarni taqdim etadi va favqulodda vaziyatlarda aholi uchun yagona murojaat nuqtasi bo'lishi mumkin. Masalan, chekka hududdagi shifoxona elektrsiz qolganda ham masofadan shifokorlar bilan maslahatlashish, muhim ma'lumotlarni uzatish yoki favqulodda xizmatlarni chaqirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ba'zi xususiy korxonalar, agar ular ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, masalan, chekka hududdagi yagona dorixonalar, suv tarqatish punktlari, nonvoyxonalar kabi asosiy ehtiyojlarni ta'minlovchi do'konlar maxsus tartibda ushbu dasturga kiritilishi mumkin. Bu ularning elektrsiz qolganda ham faoliyatini davom ettirishi va aholiga zarur xizmatlarni ko'rsatishi uchun sharoit yaratadi. Albatta, har bir yirik loyihada o'ziga xos qiyinchiliklar va kamchiliklar bo'ladi. Birinchidan, berilayotgan qurilmalarning soni cheklangan. Barcha ehtiyojmandlarni birdaniga qamrab olish imkoni yo'q, chunki bu juda katta miqdordagi mablag' va resurslarni talab qiladi. Dastur bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Avvalo eng dolzarb ehtiyojli hududlar va shaxslar qamrab olinadi. Bu degani, ariza berganingizdan so'ng darhol qurilma ola olmasligingiz mumkin, sabrli bo'lishingiz kerak. Ikkinchidan, ba'zi hududlarda, ayniqsa tog'li joylarda yoki ziq shahar binolar orasida sun'iy yo'ldosh aloqasining sifati ob-havo sharoitlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Kuchli yomg'ir, qalin qor yog'ishi yoki kuchli shamol sun'iy yo'ldosh signalining zaiflashishiga olib kelishi, natijada internet tezligi pasayishi yoki hatto aloqa uzilishi mumkin. Bu kabi holatlar qurilmalarning ishlashiga va foydalanuvchi tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, qurilmalarni noto'g'ri ishlatish yoki ularga e'tiborsizlik qilish ularning tez buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, quyosh panellarini toza saqlamaslik, batareyalarni noto'g'ri zaryadlash yoki routerlarni nam joyda saqlash kabi xatolar qurilmalarning xizmat muddatini qisqartiradi. Shuning uchun har bir foydalanuvchiga foydalanish qoidalari, xavfsizlik choralari va texnik parvarish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar beriladi. Eng muhim noaniq jihatlardan biri bu loyihaning moliyaviy barqarorligi. Hozirda ushbu dastur davlat byudjeti, xalqaro grantlar, masalan, BMT, Jahon banki kabi tashkilotlar tomonidan va xayriya tashkilotlari hisobidan moliyalashtirilmoqda. Biroq kelajakda uni kengaytirish va barqarorligini ta'minlash uchun yangi moliyalashtirish mexanizmlari, masalan, yirik telekommunikatsiya kompaniyalari bilan davlat xususiy sheriklik asosidagi hamkorlik yoki ularning ijtimoiy mas'uliyat doirasidagi investitsiyalari jalb etilishi mumkin. Bu kompaniyalarga soliq imtiyozlari yoki boshqa rag'batlantirishlar berilishi evaziga ular ushbu loyihaga o'z hissasini qo'shishlari kutilmoqda. Shuningdek, berilayotgan internet trafigi ham mutlaqo cheklanmagan emas. Ma'lum limitlar mavjud. Odatda bu kuniga 2-5 gigatgacha bo'lishi mumkin. Bu esa oddiy foydalanish, xabarlashish, elektron pochta, yengil saytlar, onlayn darslar uchun yetarli, lekin og'ir fayllarni yuklash. Doimiy yuqori sifatli video streaming yoki onlayn o'yinlar uchun emas. Limit tugalgandan so'ng tezlik sezilarli darajada pasayishi yoki qo'shimcha trafik pullik asosida taqdim etilishi mumkin. Aloqa qurilmalarining tezligi ham odatiy shahar DSL yoki optik tolali internetidan biroz pastroq bo'lishi mumkin. Masalan, 2-5 mbit/sekund, ammo favqulodda vaziyatlar uchun va asosiy aloqa ehtiyojlarini qondirish uchun bu juda qoniqarli hisoblanadi. Yana bir muhim jihat texnik qo'llab-quvvatlash va parvarish. Berilgan qurilmalar ishdan chiqqanda yoki nosozlik yuz berganda kim ularni ta'mirlaydi? Mahalliy darajada texnik xodimlarni tayyorlash dasturlari yo'lga qo'yilgan. Bu xodimlar aholiga qurilmalardan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi va kichik nosozliklarni bartaraf etadi. Bunday xodimlarning soni va malakasi loyiha muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ko'plab benefitsiarlar texnologiyani yaxshi tushunmasligi sababli ularga raqamli savodxonlik bo'yicha bepul treninglar o'tkazilishi ham loyihaning muhim qismidir. Bu treninglar qurilmalardan maksimal darajada foydalanishni ta'minlaydi va raqamli xavfsizlikni oshiradi. Xo'sh, agar siz yuqorida sanab o'tilgan to'ytofalardan biriga kirsangiz va ushbu imkoniyatdan foydalanishni istasangiz, nima qilishingiz kerak? Qo'llaringizni qovushtirib o'tirmang, faol bo'ling. Birinchi qadam mahallangizdagi fuqarolar yig'iniga mahalla qo'mitasi murojaat qilish. Aynan ular sizning ijtimoiy holatingizni tasdiqlovchi asosiy organ hisoblanadi va loyihada ishtirok etish uchun birinchi navbatda sizning arizangizni ko'rib chiqadilar. Shuningdek, tuman, shahar axborot texnologiyalari va
kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu bo'limlar dasturning hududiy ko'lamda amalga oshirilishi uchun mas'uldir. Ba'zi hollarda tegishli vazirliklar, masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi nogironlar uchun maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'quvchilar uchun yoki ta'lim muassasalari universitet talabalari uchun orqali ham dasturga arizalar qabul qilinishi mumkin. Ularning veb saytlarida yoki mahalliy bo'limlarda e'lonlarni kuzatib boring. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Irmigan, pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlash va fuqaroligini aniqlash uchun zarur. Asterisk, oilaning tarkibi va daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning oilangizning kam ta'minlanganlik statusini tasdiqlash uchun asos bo'ladi. Masalan, agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan beriladigan kam ta'minlanganlik to'g'risidagi maxsus ma'lumotnomani taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnoma sizning oilangizning oylik daromadi belgilangan minimal daromaddan past ekanligini tasdiqlaydi va sizni imtiyozli ro'yxatga kiritishga yordam beradi. 3. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat nusxasi agar mavjud bo'lsa, ushbu hujjat sizning imtiyozli toifaga kirishingizni tasdiqlaydi. 4. Yashash joy to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu sizning dastur amal qiladigan hududda yashashingizni tasdiqlaydi. 5. Arizangiz nusxasi. Siz yozgan arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Arizangizda quyidagilarni aniq va tushunarli qilib ko'rsating. 1. Va aloqa ma'lumotlaringiz. To'liq ism sharifingiz, telefon raqamingiz va elektron pochta manzilingiz agar bo'lsa, 2 asterisk sizning ijtimoiy toifangiz. Masalan, kam ta'minlangan oila a'zosi, birinchi guruh nogironi, chekka qishloq fuqarosi kabi aniq ifodalar. 3. Asterisk, nega siz ushbu dasturga muhtojligingizni qisqacha izohlang. O'zingizning shaxsiy hikoyangizni qisqacha bayon eting. Misol uchun, bizning qishlog'imizda tezda elektr uzilishlari bo'ladi. Bolalarim onlayn darslardan qolib ketmoqda va men favqulodda vaziyatlarda tez yordamga murojaat qila olmayapman yoki nogironligim sababli uydan tashqariga chiqa olmayman. Elektrsiz qolganimda oilam bilan bog'lana olmayapman. Bu esa ruhiy tushkunlikka olib kelmoqda. 4. Sizga qanday turdagi yordam kerakligini aniq ko'rsating. Masalan, elektrsiz ishlaydigan Wi-Fi router, quyosh paneli aloqa stansiyasi, mobil aloqa signalini kuchaytiruvchi qurilma kabi unutmang. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uni ko'rib chiqish vaqti biroz cho'zilishi mumkin. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Chunki arizalar ko'p bo'ladi va har biri individual ravishda o'rganiladi. Sabrli bo'ling va muntazam ravishda mahallangizdagi mas'ul xodimlardan yoki tegishli vazirlik bo'limlaridan arizaning holatini surishtirib turing. Mahalliy hokimiyat vakillari yoki dasturning mas'ul xodimlari siz bilan bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlar so'rashi, oilangiz holatini yoki yashash sharoitingizni o'rganish uchun joyga chiqib o'rganishi mumkin. Bu jarayon shaffof va adolatli o'tishini ta'minlash, shuningdek resurslar eng muhtojlarga yetib borishni kafolatlash uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun ularning so'rovlariga ochiq va hamkorlikda yondashing. Xulosa qilib aytganda, bepul internet va elektrsiz aloqa endi orzu emas, balki ma'lum sharoitlarda haqiqatga aylanadigan imkoniyatdir. Bu ayniqsa muhtoj qatlamlar uchun katta yordam bo'lib, ularning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi, xavfsizligini ta'minlaydi va raqamli tafovutni qisqartirishga yordam beradi. Bu loyiha nafaqat texnologik yechim, balki ijtimoiy adolat va tenglik sari tashlangan muhim qadamdir. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa va undan foyda olgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizni kelajakda ham shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni sizga taqdim etishga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat va doim aloqada bo'ling.